Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Qo'qon shahar Yangi Qo'rg'ondamiz. Xudo xolasa. Bitta xonadonga ikkita pechka berib qurdik. Yaqin bir papa o'tkizdik, o'zi sinovdan o'tdi bu. Ko'rib qo'yasizlar, mana shu oldi tomoni. Xudo xolasa o'ta go'zal. Sizga yoqdi, tog'a? Zo'r. Men olib qo'yaman. Mana bu orqa tomon. Demak, tozalash o'tlari yana. Endi keyingi xonani ko'rsatamiz. Uzma qol. Olib ketamiz. Mana bu ikkinchi pechkamiz, xudo xolasa. Buni hozir yoqib o'tkazdik. Ochilmayapti qattiq. Qisqasi bu ikkinchi pechkamiz, xudo xolasa mana shu old ko'rinishi 1.5 enli pechkamiz. Mana bu orqa ko'rinishi. Ko'rib qo'yasizlar. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa like bosinglar. Agar mabodo pechka bo'lgan holatda ham aloqa chiqarmasdan pastki nomerni qoldiramiz. Xudo xolasa go'zal holatda qilib beramiz.